Assalomu alaykum guys. Yaxshimisizlar? Xo'p, hozir demak sizlar bilan Domino effektiv ravishda advanced shaklini rivojlangan versiyasini ko'rib chiqamiz. Chatga qilib to'liqligicha men sizlarga kerak bo'layotgan har bitta narsani tushuntirib ketaman. Aynan mana shu Domino effektiv ravish IELTS writingdagi 95% mavzuga yetadi. Deyarli hamma mavzuga. IELTSda e'tibor beringizlar guys. IELTSdagi hamma egri desegri essay to'liqligicha hammasi 100% hammasi domino effektiv ravishda yoziladi. IELTSdagi hamma discussion essay hammasi domino effektiv ravishda yoziladi. IELTSdagi advantage, disadvantage, positive, negative development essaylarida ham hammasi 100% hammasi domino effektiv ravish bilan yozildi. Faqatgina problem solution essaylar biror bir muammoni yechimi va muammoni sabablarida boshqacha bir ikkita uslublar qo'llaniladi. Hozircha lekin birinchi mana shu asosiy uslubni sizlar bilan o'rganamiz. O'zi agar mana shuni chopga o'rganib olayotgan bo'lsalaringiz, o'zi salomat o'rgansangiz ham bo'ladi. Xo'p, boshlaydigan bo'lsak, birinchidan guys, IELTS writingdagi bu narsa faqat IELTS writingga tegishli emas, o'zi ilmiy writingdagi mana bunga o'xshayotgan hamma mavzular har doim nimanidir foydasi yoki ziyoni haqida bo'ladi. Har doim. Bolalar unga e'tibor bermaydi, lekin mavzularni tub o'sha mohiyatiga e'tibor bersangiz, biror bir narsani foyda ziyoni haqida gap ketayotgan bo'ladi. Misol uchun mana tasavvur qilingizlar, men bilan o'qib ko'ramiz. Mavzular qarangizlar. Companies should try to produce all the food for the population and import as little as possible. Mamlakatlar hamma ovqatni o'zini fuqarosi uchun deyapti, ishlab chiqarish kerak va iloji boricha kam ovqat import qilish kerak. Hozirgi kunda xuddi O'zbekiston ham chetdan ovqat olib keladi-ku, adashmasam mana bu banan, bir limon, mandaringa o'xshagan narsalar ko'pchiligini chetdan olib kelamiz. Boshqa ovqatlarni ham chetdan olib kelinadi. Xuddi shunday chet davlatlar ham bizdan ovqat olib ketadi-ku. Endi bu deyapti, mamlakatlar o'zlari ovqat ishlab chiqarsin, chetdan ovqat import qilmasin deyapti. Bu fikrga qo'shilasizmi, yo'qmi? Rostdan mamlakatlar o'zi ovqat ishlab chiqarish kerakmi? Chetdan ovqat olib kelishni o'rniga. Endi e'tibor bering guys. Siz men bu fikrga qo'shilaman, rostdan shunday qilish kerak desangiz, endi to'liq insho chetdan ovqat olib kelishni kamaytirishni foydasi, mamlakatni o'zi ovqat ishlab chiqarishini foydasi haqida bo'ladi. Aytasiz, agar deysiz mamlakatni o'zi ovqat ishlab chiqarsa, chetdan ovqat olib kelmasdan, chet davlatga pul sarflamasdan o'zini fermerlariga pul beradi. O'zini fermerlariga foyda bo'ladi. Natijada mahalliy iqtisodiyot, mahalliy ish imkoniyatlari, shu narsalar ko'payadi deysiz. Foydasi. Yana aytasiz, agar chetdan ovqat olib kelmasak deysiz, transport mana bu kemalardan foydalanish, mana bu planes, samolyotlardan foydalanish biroz kamayardi. Natijada yoqilg'iga bo'lgan ehtiyoj, yomon xullas kalom, o'sha gazlarga bo'lgan ehtiyoj kamayib turib, atrof muhit yaxshilanardi deysiz. Ko'ryapsizlarmi? Xullas, garchi sizdan mavzuda buni foydasi nima yoki ziyoni nima deb so'ramayotgan bo'lsa ham, insho har doim nimadir foyda ziyoni haqida bo'ladi. Yoki keyingi mavzu, developing countries should be encouraged to implement high tariffs to grow their local industries. Bunaqa mavzular imtihonda tushmasa kerak, bu juda qiyin mavzu. Rivojlanayotgan mamlakatlar, kambag'alroq mamlakatlar iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ko'proq tariflarni yo'lga qo'yish kerak deyapti bizneslarga nisbatan. Bu fikrga qo'shilasizmi, yo'qmi? Bu fikrga qo'shilaman desangiz, endi yana yuqoriroq tariflar, yuqoriroq soliqlar, shu narsalarning foydasi haqida yozasiz. Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman desangiz, yuqori tariflarning ziyoni haqida yozasiz. Ko'ryapsizmi? Mavzu muhim emas. Yoki keyingisiga qarang. Media coverage of violent crime frightens people and encourages criminals. Demak, jinoyatchilik haqidagi mediadagi narsalar, mana bu televizorda yangiliklar bo'ladi-ku, jinoyatchilik haqida. Samarqandda mana bu qishloqda mana bunday hodisa ro'y beribdiga o'xshagan. O'sha jinoyatchilik haqidagi televizor, radiolardagi narsalar xullas odamlarni qo'rqitadi, jinoyatchilarni esa ruhlantiradi. Some people say it should be banned from newspapers and TV programs. Bir qancha olimlar fikricha, u gazetalar, televizor programmalaridan cheklanishi kerak deyapti. Bu fikrga qo'shilasizmi, yo'qmi? Bu fikrga qo'shilaman. Rostdan ham jinoyatchilik haqidagi ko'rsatuvlar, yangiliklarni cheklaylik desangiz, o'sha jinoyatchilik haqidagi ko'rsatuvlar ziyonni yozasiz.
ularni cheklashni foydasini yozasiz. Agar deysiz o'sha ko'rsatuvlarni deysiz cheklasak, nima? Jinoyat yo xullas nimadir, xullas ketilaveradi, lekin shuni foydasi yo'q. Ko'rdingizmi? Demak, IELTSdagi yoki mana bu mavzu. Some argue that teachers should focus on academics more than motivating students. Bir qancha ulamolar fikricha o'qituvchilar ilm fanga e'tibor berish kerak, o'quvchilarga motivatsiya berishdan ko'ra. Bu fikrga qo'shilasizmi, yo'qmi? Demak, o'qituvchilar ko'proq e'tiborini ilm fanga, kamroq e'tiborni motivatsiyaga bersin deyapti. Ha, bu fikrga qo'shilaman. Rostdan ham o'quvchilar darsini o'tsin desangiz, o'sha darsni o'tishni foydasini yozasiz. Motivatsiyani kamaytirishni foydasini yozasiz. Agar yo'q, ya bu fikrga qo'shilmayman desangiz, motivatsiya berishni foydasini yozasiz. Ilm fandi ziyonni yozasiz biroz. Ko'rdingizmi? Demak, ko'rib olsangiz, xuddi shunday xohlagan mavzuni o'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasangiz o'zingizga imtihonda tushgan mavzularni ham o'ylab ko'rishingiz mumkin. Hamma mavzu aslida nimadir foyda ziyoni haqida bo'ladi. Chunki hayotda ham xuddi shunaqa. Xuddi tasavvur qilingizlar, siz meni kursimga, xuddi mana shu kursga, IELTS Expert kursga, misol uchun qatnashmoqchisiz. Qatnashsammi yo'qmi deyapsiz. Nimani o'ylaysiz? Foyda ziyonni o'ylaysiz. Ziylik ziyoni deyishingiz mumkin, agar qatnashsam oyiga 1 million to'lashim kerak deysiz. O'ldi 1 million nima qilaman? Bitta kursga to'lab. Deb ziyoniga shuni o'ylaysiz. Foydasiga, lekin IELTS olsam yaxshi bo'ladi, 8 ham 9 olsam ketgan bo'ladi deb turib, foydasiga uni o'ylaysiz. Lekin shu foyda ziyon hal qiladi. Uchun ham IELTSda hamma mavzu demak nimadir foyda ziyon haqida. Endi xullas, agar mavzular nimadir foyda ziyoni haqida bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib biz o'sha foyda ziyonni tushuntirib bera olamiz? Endi guys, xohlagan narsani foyda ziyoni haqida insha yozsangiz yoki gapirsangiz, xuddi o'zbek tilidagidek kelajak haqida gapirishga to'g'ri keladi. Misol uchun men sizdan so'rasam, guys, desam 9 olishda nima kerak bor IELTSdan desam. Tasavvur qiling. Siz IELTSdan 9 olishning foydasini qanday tushuntirasiz? Yoki ziyonini qanday tushuntirasiz? Kelajak haqida gapirasiz. Aytasiz, agar deysiz IELTSdan 9 olsang deysiz. Masalan, IELTSdan 9 olsang deysiz, ko'proq tajriba bo'ladi. Ko'proq bilim bo'ladi senda deysiz. IELTS 9 olganingdan keyin tajribang, biliming oshadi. Lekin bu nima kerak bor menga? Tajribang, biliming zo'r bo'lsa, yaxshiroq dars bera olasan deysiz. Yaxshiroq dars berish nima kerak bor? Yaxshiroq dars beradigan bo'lsang, zo'rroq o'quvchilar chiqarasan deysiz. O'quvchilar yaxshiroq ball oladi. Men o'quvchilarni yaxshi ball olishini nima kerak bor? Shu 5 ham olib yuraversin-da. Desam, o'quvchilar yaxshi ball olsa, keyin nima bo'ladi? Seni obro'ying oshadi deng. Ko'proq pul topasan deng. Ko'ryapsizmi? Demak, IELTSdan 9 olish obro'yingiz, ko'proq pul topishingizga yordam berar ekan. Mana bitta foydasi, endi buni har xil foydasi bor, bitta foydasi shu. Yoki yana ishingiz mumkin, IELTSdan 9 olsang deysiz. Misol uchun, deylik, o'zingga keyin ko'proq ishonasan. IELTSdan 9 dan ham foydasi bo'lmasligi mumkin, bilimingni oshirmasligi mumkin, bir ko'p pul olib kelmasligi mumkindir, lekin o'zingga bo'lgan ishonch ortadi. Nima kerak bor menga o'zimga bo'lgan ishonch desam, o'zingga bo'lgan ishonch ortgandan keyin sen har xil tavakkalchiliklar qila olasan, har xil qiyin ishlarni ham bemalol amalga oshira olasan, o'zingga ishonasan. Qiyin ishni qilishim nima kerak? Qiyin ishlarni qila olsang, tavakkalchilik qila olsang, ko'proq narsaga erishasan. Ko'proq narsaga erishsang, yana ko'proq pul topasan, yana maza qilib yashab ketaverasan. Ko'ryapsizlarmi? Xohlagan narsani, working hard, qattiq mehnat qilish. Qattiq mehnat qilishim kerakmi, yo'qmi? Foyda ziyonni ko'ramiz. Agar qattiq mehnat qilsang, deysiz, nima bo'ladi? Qattiq o'z ustingda ish, qattiq mehnat qilsang, o'zing ustingda ishlaysan. O'z ustingda ishlash nima kerak bor? O'z ustingda ishlasang, mahoratlaring, talantlaring, tajribangni oshirasan. Bu nima kerak bor? Mahorat, talant oshirish. Mahorating, talantingni oshirsang, karyerangda muvaffaqiyatga erishasan. Ishing nima bo'lishidan qat'iy nazar, xoh o'qituvchi bo'l, xoh shifokor bo'l, xoh sudya bo'l, o'zingni karyerangda muvaffaqiyatga erishasan. Karyerangda muvaffaqiyatga erishsang, o'zingni yaxshi his qilasan, yana yaxshi pul topasan deb ketaverasiz. Ko'ryapsizlarmi, guys? Bir xil. Yoki ziyoni. Agar deysiz, qattiq mehnat qilaversang har doim, nima bo'ladi? Charchaysan, kuchuk deysiz, misol uchun. Charchaysan deysiz. Xo'p, charchasam nima qildi? Pul topib ketdi desam, endi charchaganingdan keyin lanchlanasan. Lanchlanganingdan keyin samaradorlikka bu yomon ta'sir ko'rsatadi. Samarali ishlay olmaysan lanch bo'lganingdan keyin. Endi samarali ishlay olmasang, bu seni karyerangga ham yomon ta'sir ko'rsatadi deysiz. Ko'rdingizmi? Ketaveraman, xohlagan narsani.
nima haqida insho yozish muhim emas. Xohlagan narsani foyda ziyoni haqida gapirganingizda, yozganingizda kelajak haqida gapirish kerak. Xuddi o'zbek tilida ham deylik, ukangiz misol uchun maktabda yaxshi o'qimayapti. Ukangiz, singlingiz, kimingiz bo'lsa hamda, yo jo'rangiz, yo dugonangiz maktabda yaxshi o'qimayapti, yo universitetda yaxshi o'qimayapti. Tasavvur qiling. Ha? Qanday tushuntirasiz endi shuni ziyonini? Aytasiz, "O, kuchuk, kuchuk menga qara" deysiz. Universitetda yaxshi o'qimasang deysiz. Nima bo'ladi? Bilim ola olmaysan deysiz yaxshi. Bilim olmagandan keyin erta imtihondan o'tmaysan deysiz. Erta imtihon bo'ladimi u yilda oxiri, oyda oxiri. Semestr, semestr degan narsalar bor-ku. Imtihon bo'ladi, imtihondan qolib ketasan. Imtihondan qolsang, universitetdan yiqilasan. Universitetdan yiqilsang sharmanda bo'lasan deysiz misol uchun. Ish topolmaysan keyin. Bo'ldi, o'lding keyin deysiz-da. Ko'rdingizmi? Xohlagan narsani foyda ziyonini, demak, kelajak haqida gapirib tushuntirar ekanmiz. Domino effekt deb turuvchi endi domino effektni bilasizlar. Domino effekt degani, videolarda ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Ko'rgan bo'lsangiz videolarda mana bunaqa bo'laman. Shunda qarangizlar. Shunda qaranglar. Shunda manada domino effekt. Qarangizlar, bitta narsa mana bunaqa qarang, qator qilib turib bilsalaringiz devorga o'xshagan qator qilib turib narsalar taxlanadi. Telefonlar taxlangani bor videolarda. Shunday bitta narsa shunday ag'dariladi. O'sha birinchi ag'darilgan narsa ikkinchi narsa ag'daradi. Ikkinchi narsa uchinchi narsa ag'daradi. Uchinchi narsa to'rtinchi narsa ag'daradi. To'rtinchi narsa beshinchi narsa ag'daradi. Beshinchisi oltinchi narsa ag'daradi. Xuddi shunday boshidagi kichkinagina narsa oxirida juda katta narsani ag'darib beradi. Domino effekt deb turuvchi xuddi shunday. Birinchi kichkinagina bitta mavzuni olasiz, katta bo'lmagan. Misol uchun smoking, chekish haqida so'zlayapsiz, chekishning ziyoni haqida. Tasavvur qiling. Chekish kichkinagina narsa bu, sigaret chekish nima u deysiz. Kichkinagina holat, to'g'rimi? Bir katta narsa emas-ku, bu trivial narsa. Endi o'sha chekishni olasiz. Agar cheksang deysiz misol uchun. Nima? Tutunni endi tutundagi zararli moddalar nikotinmi, pekatinmi, nima endi men aniq bilmayman u moddalarni xullas kalom. Lekin o'sha nikotin, pekatinga o'xshagan va tutundagi zararli moddalar ichingga kirib boraveradi. Xo'p, nima qilibdi ichimga kirsa o'sha moddalar? Har xil narsa kiryapti ichimga. Lekin endi o'sha nikotinga o'xshagan yomon moddalar ichingga kirsa, o'pkang, chigar-pigarga o'xshagan narsalarni ketdi o'ldiradi misol uchun. Xo'p, nima qilibdi o'pkamni o'ldirsa? Keyin senda respiratory problems, nafas olishda muammolar ko'payib ketadi o'pkan ketgandan keyin. Endi nafas olishda muammo ko'paygandan keyin chronic diseases, surunkali kasalliklar, diabet, yurak qon tomir xuddi shunaqa kasalliklarga chalinishing mumkin. Endi kasalliklarga chalinaversang, juda tez salomat o'ylaysan deysiz keyin. Ko'rdingizmi? Mana bitta chekishni ziyonini siz haqiqatan mukammal tushuntirish uchun shunday qilmasangiz bo'lmaydi. Siz shunchaki qarab turib, chekma, nima uchun chekmaysan? O'ylasang, desa bo'lmaydi. Nima degan cheksang o'ylasang. Olma yesang ham o'ylasang. Uni aytib bo'lmaydi. Uchun navbat bilan qarang, cheksang o'sha nikotin, pekatinga o'xshagan zararli moddalar, keyin o'zi ketdi, o'zi o'pkan ketdi, katta qur'onga qarab, o'pkan ketgandan keyin orqasidan o'zi nafas olish qiyinlashgandan keyin surunkali kasallikdan keyin o'zi o'lim deysiz-da. Ko'rdingizmi? Demak, IELTSdagi 95% foizi egri discussion seylar hammasi nimadir foyda ziyoni haqida. Nimadir foyda ziyoni haqida so'zlayotganimizda esa kelajak haqida yozamiz. Endi xuddi mana bu domino effekt deb turishga o'xshatdi. Qarang, mana shu dominolarda smoking nikotinga olib keladi, nikotin lung cancerga olib keladi, lung cancer respiratory problemsga, respiratory problems chronic diseasesga, chronic diseases esa deathga olib keladi. Navbat bilan domino effekt deb turish. Endi xuddi mana shuni yozayotgan vaqtimizda nima qilamiz? Har doim paragrafning boshiga bilasizlar topic sentence yozamiz. Butun paragraf nima haqidaligini aytamiz. Paragraf chekishni ziyoni haqidami? Paragraf IELTSdan 9 olishni foydasi haqidami? Mehnat qilishni ziyoni haqidami? Topic sentence'da paragraf nima haqida bo'lsa, chotga qilib shuni aytasizlar. Keyin xuddi o'zbek tilida kelajak haqida gapirganimizda qanaqa strukturalardan foydalansak, ingliz tilida ham xuddi strukturalardan foydalanamiz. Birinchidan if, agar. Chunki aytdik-ku, agar chekaversang, nikotin, pekatinga o'xshagan zararli moddalar bo'ladi. Agar nikotin kirib boraversa, keyin lung bo'ladi. Agar bunday bo'lsa, bunday. O'sha if, agardan foydalanasiz. Buni o'rniga xohlasangiz when, xohlasangiz once to'g'ri kelsa, xohlasangiz as long as.
boshqa strukturlardan foydalanishlaringiz mumkin. Muhimi kelajak haqidagi strukturlardan foydalanish kerak. Kelajak haqida gapirganda ishlatiladigan strukturalar. If misol uchun agar deymiz odamlar nimadir qilsa deymiz, ular nimadir qiladi va shunday qilib nimalardir bo'ladi. Thereby shunday qilib degan. Bu ham kelajak haqida gapirganda qo'llaniladi. Misol uchun I am working overtime. Men haddan tashqari ko'p ishlayapman. Thereby shunday qilib feeling tired. Charchayapman. Mana therbydan keyin shunday qilibdan keyin feeling ing qo'llaniladi. Feel va ing qo'llaniladi. Mana demak agar odamlar nimadir qilsa, misol uchun agar odamlar cheksa, ular nikotinga o'xshagan zararli moddalar qabul qiladi. Shunday qilib o'pkasiga ziyon yetkazadi deysizlarda. Ko'rdingizmi? Xo'p, keyin as a result natijada ular yana nimalardir bo'ladi. Which va bu ularning nimasigadir putur yetkazadi, nimagadir sabab bo'ladi. Which degani va bu degani bundan keyin shunchaki fe'l qo'llaysizlar. Mana misol uchun I am working overtime. Men haddan tashqari ko'p ishlayapman. Which va bu nima bo'lyapti? Causes tiredness. Bu charchoqqa sabab bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Which causes burnout, which causes tiredness and stress deyishim mumkin. Which dan keyin va bu dan keyin causes shunchaki sabab bo'ladi degan narsani qo'llarkanmiz. Shunaqa. Va e'tibor beringizlar, hali tugamadi. Buni hozir davomini ham eslayga ko'rsataman. Endi sizga biroz yozib ko'rsatayin, siz yaxshiroq tushunishingiz uchun. Misol uchun men qarangizlar guys. Demak, birinchi har doim topic sentence, paragraf nima haqidaligi. Keyin boshlaysiz. Agar o'z odam nimadir qilsa, nimalardir qiladi, ha? Shunday qilib nimalardir bo'ladi. Natijada keyin mana bunday bo'lib ketib, bu narsa mana bunisiga foyda, bunisiga ziyon yetkazadi. Misol uchun IELTS dan 9 olishingizda aynan o'qituvchilar, aynan oddiy o'quvchilar emas, o'qituvchilar IELTS dan 9 olishning foydasi haqida yozib ko'ramiz. Birinchi shunchaki oddiy mavzuda bitta paragraf yozamiz, qarang. Boshlaymiz. From an optimistic perspective, optimistic nuqtai nazardan qaraganda, IELTS dan 9 olish deymiz, karyerani rivojlanishiga yordam beradi. To'g'rimi? O'qituvchi bo'lsangiz, karyerangiz rivojlanadi. Demak, achieving a band 9 in IELTS serves yoki lays a strong foundation for fostering career growth. Qarangizlar. Optimistic nuqtai nazardan qaraganda 9 ballga erishish IELTSda kuchli foundation bo'lib beradi, poydevor bo'lib beradi, karyerani rivojlantirishini qo'llab-quvvatlash uchun. Mana, birinchi shunchaki topic sentence. Nima deyapmiz? IELTS dan 9 olish karyerani rivojlantiradi deyapmiz. Endi shuni tushuntirib beramiz. If bilan agar deymiz o'qituvchilar 9 olsa, if IELTS instructors manage to attain this prestigious score. Mana, agar IELTS instruktorlari manage iplasa, attain erishish, mana shu obro'li balga, dabdabali zo'r balga erishdi iplasa, nima bo'ladi? Ular nima qila oladi 9 olgandan keyin? Ular bilim, mahoratini oshirgan bo'ladi. They can amass, ular to'play oladi a high level of language proficiency and experience. Ular yuqori darajada tilga nisbatan bilim va tajribani to'playdi. Lekin bilim, tajriba nima kerak bor? Shunday qilib, guys, endi bilim tajribangiz bo'lgandan keyin nima bo'lardi? Shunday qilib, nima qiladi dedik boya? Bilim tajriba bo'lgandan keyin yaxshiroq darslar o'tadi. Yaxshiroq uslublar ishlab chiqaradi. Thereby, misol uchun create yarata oladi. More effective methods. Yaxshiroq teaching methods deylik. Yaxshiroq dars berish uslublarini yarata oladi, ishlab chiqara oladi. And delivering high quality lessons va yuqori sifatli darslar bera oladi. Ko'rasizmi? Navbatlarga turib xohlagan mavzuda tushirdik. Agar nimani? Agar IELTS instruktorlar 9 olsa, salomat, ular tajriba, bilimini oshiradi 9 dan keyin. Uni nima kerak bor? Endi bilim, tajriba oshgandan keyin salomat, chotki darslar o'tadi. Chotki dars o'tish nima kerak bor? Natijada ularning o'quvchilari imtihonlardan yaxshi o'tadi. CFR IELTS ga o'xshagan imtihonlar yoritmachi o'quvchilar. As a result, their students can
make meaningful progress. Natijada ular o'quvchilar yaxshi o'qishga erishadi and pass exams successfully. Imtihonlardan muvaffaqiyatli tarzda o'tadi. Buni nima kerak bor? Va bu nimaga yordam beradi, guys? O'quvchilaringizda o'sishga erishishi, imtihondan zo'r o'tishi nimangizga yordam beradi? Bu deymiz nafaqat o'sha o'qituvchilarga qoniqish, o'ziga bo'lgan ishonch hissini beradi, balki ular obro'yi, pul topishiga ham yordam beradi. Which not only gives them a great sense of satisfaction and accomplishment. Bu ma'nolarga qoniqish, accomplishment, uddalaganlik, faxr hissini beradi. But also balki yana boosts, oshiradi their reputation, ular obro'yini and financial gain, moliyaviy pul to'plashini, foyda olishni. Bo'ldi. Ko'rdingizmi mana? Agar 9 olsa, tajriba nimagadir erishadi. Thereby shunday qilibdan keyin faqat ing qo'llaniladi ekan. Shunday qilib yaxshi dars beradi, zo'r uslublar yaratadi. Natijada keyin o'quvchilar zo'r o'sishga erishadi, which bu esa o'quvchiga qoniqish hissini beradi va obro'si boshqa narsasiga ham yordam beradi. Ko'rdingizmi mana? Bu juda oddiy ekan. Xohlagan mavzuda kitob o'qish foydasini yozamiz, guys. Ketdik. From an optimistic perspective, optimistic nuqtai nazardan qaraganda, reading, kitob o'qish serves as a powerful catalyst, kuchli sabab bo'lib xizmat qiladi deymiz, for misol uchun accelerating personal growth, shaxsiy rivojlanishni tezlashtirish uchun. Kitob o'qish accelerating personal growth, shaxsiy rivojlanishni tezlashtirish uchun kuchli sabab bo'lib xizmat qiladi. Endi buni tushuntiramiz qanday qilib? Topic sentence yozib oldik, endi boshlaymiz. If people read books on a regular basis, agar odamlar doimiy tarzda kitoblar o'qisa, nima bo'ladi natijada? Nima uchun kitob o'qish kerak desa, iloji yo'q, aytdim-ku boya, foydani tushuntirish uchun kelajakda o'ylaysiz. Kitobda nima kerak bor? Kitob o'qisangiz nima bo'ladi? Agar kitob o'qisangiz, har doim yangi narsalar o'rganasiz. Bilim, yangicha ma'lumotlar yig'asiz har xil mavzularda, har xil tushunchalar, har xil falsafiy bir nimalar haqida. Demak, odamlar doimiy kitob o'qisa deymiz, they are likely to gain invaluable insights. Ular qimmatbaho ma'lumotlar to'playdi. Gain valuable insights into something, nimadir haqida ma'lumot to'plash degan. Ular zo'r ma'lumotlar to'playdi into diverse topics and concepts. Har xil mavzular, tushunchalar haqida. Shunday qilib, nima qiladi, guys? Odam kitob o'qisa ma'lumot to'playdi. Ma'lumot to'plab o'rgandan keyin shunday qilib dunyoqarashini kengaytiradi. Shunday qilib bilim bazasini oshiradi. Thereby broadening their intellectual horizons. Shunday qilib ma'ni intellectual dunyoqarashini kengaytiradi and enriching their knowledge base, va bilim bazasini boyitadi. Buni nima kerak bor endi, guys? To'xtab qolmaymiz yana. Ko'pchilik o'quvchi qiladigan xato, men IELTSdan 7, writinglardan 7 oladigan bolalar, 7,5 oladigan bolalardagi asosiy xato writingdan. Deylik, g'oyani chotki tushuntiradi, udar tushuntiradi, mantiqiy tushuntiradi, lekin yetarlicha rivojlantirmaydi. Marking kriteriyani men sizlarga keyin oxirida ham bir ko'rsataman. Siz to'liqligicha, misol uchun 7, 8, 9lik bolalarda task responsda farqi 7lik bolalar deyiladi, mavzuni ochib beradi. 8lik bolalar yetarlicha ochib beradi. 9lik bolalar to'liq ochib beradi. Eshityapsizmi, guys? 7lik mavzuni ochib beradi. Mana hozir biz kitob o'qish mavzusini ochib beryapsiz. Mana shu 7lik hol. Lekin 8lik bola yetarlicha ochib beradi. Hali bu yetarli emas. Yana ham g'oyani zo'r rivojlantiradi. 9lik bolalar esa to'liq ochib beradi. To'liq g'oyani har tomonlama o'zi pop bitib tashlaydi. U 9lik. Xuddi shunday. Yana task responsda bitta farq, misol uchun 7lik bolalar deyiladi. Har bitta g'oyaga relevant, extended va supported g'oyalar bilan rivojlantiradi g'oyasini. 8lik bolalar esa well supported, well extended g'oyalar bilan rivojlantiradi. 9lik bolalar esa fully supported, fully extended g'oyalar bilan rivojlantiradi. Ya'ni 7, 8, 9 da orasida tushuntirib bo'ladigan farq yo'q. Farq task responsda, coherence cohesionda asosiy farq, demak, g'oya qanchalik chuqurroq rivojlantirilganligida. Kuchinam kitob o'qishning foydasi haqida yozsangiz, shunchaki, odam kitob o'qisa dunyoqarash kengayadi. Chunki kitobda ko'p ma'lumot bor. Bo'ldi.
deyish yetmaydi-da. Mana endi kitob o'qisak, demak ma'lumot olarkanmiz, shunday qilib dunyoqarashga yetarkanmiz. Lekin buni nima kerak bor, guys? Dunyoqarashingiz kengayishi nima kerak bor? Bilim bazangiz oshishi nima kerak bor? Endi nima bo'ladi dunyoqarash kengaydi? Dunyoqarash kengaygandan keyin odam yaxshiroq qaror qabul qiladi. Odam yaxshiroq g'oya topa oladi. Odam yaxshiroq muammolarni yecha oladi, hal qila oladi. Demak, as a result, natijada deymiz, they learn, ular o'rganadi how to make informed decisions. Ular qanday yaxshi qarorlar qabul qilishni o'rganadi. Device topmoq degan. Find. Device creative ideas. Creative g'oyalar topishni o'rganadi. And solve complex problems. Va murakkab muammolarni yechishni o'rganadi, hal qilishni. Va bu nimaga yordam beradi endi, guys? Mana which va bu degani buni ham yana kelajakka ta'sirini tushuntiramiz. Demak, zo'r muammolaringizni hal qilishingiz, zo'r g'oyalar topishingiz, zo'r qaror qabul qilishingiz nimangizga yordam beradi? Bu deymiz. Yana xuddi tepadagi o'xshab, nafaqat ularga qoniqish hissi, o'ziga bo'lgan ishonch hissini beradi, ha? Balki hayotini yaxshilaydi desak bo'ladi. Which not only yoki not only keragi yo'q. Which gives them a great sense of satisfaction, qoniqish hissi and accomplishment. Nimadir uddalaganlik hissini beradi. Shunday qilib, yana zerbay. Shunday qilib degan edik, bundan keyin ing qo'llanadi. Shunday qilib leading to an improved quality, hayot sifatini oshganligiga olib keladi. Bo'ldi. Thereby leading to an improved quality of life. Xohlasangiz zerbayni tushirib qoldirsangiz ham bo'ladi. Shunchaki virguldan keyin birdan ing qo'llab ketsangiz ham bo'ladi raytingda. Zerbay tushirib ham qoldiriladi ko'pincha. Bo'ldi mana. Xuddi tepada bilan bir xil struktura. Birinchi topic sentence, paragraf nima haqida haligi? Paragraf nima haqida? Kitob o'qishda shaxsiy rivojlanishga foydasi haqida. Yaxshi. Endi boshlaymiz. Agar odam kitob o'qisa, ular har xil ma'lumot oladi. Har xil ma'lumotlar olavergandan keyin dunyoqarashini, bilim bazasini kengaytiradi. Endi bilim baza, dunyoqarash oshgandan keyin yaxshiroq qaror qabul qiladi, muammolarni hal qiladi. Bu esa ularga qoniqish hissi, faxr hissini beradi. Natijada hayotining sifatini bu narsa oshiradi. Ko'rdingizmi? Xohlagan mavzuda. Badan tarbiyaning foydasi xohlagan. Shunday qarab turib, men bu joyda va ko'rdikku mavzular, har xil IELTSdagi mavzular. Xohlagan nima haqida? Men hozirgacha deylik writingdan 7lar darajaga chiqqanimdan buyon faqat domin effektiv ravishda va bundan keyin yana o'rganadigan uslublarimizdan shu yozaman. Kanalga kirib ko'rib, men yozgan joylarni ham o'qib ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu uslubda yozilgan. Misol uchun men bilamda o'qituvchilar academics, ilm fanga e'tibor bersa nima bo'lishi, motivatsiyaga e'tibor bersa nima bo'lishini ham xuddi shunday tushuntirib berasizlar. Birinchi boshlaysiz. From an optimistic perspective deyishimdik. Optimistik nuqtai nazardan ilm fanga e'tibor berish deysiz, darsni sifatini yaxshilaydi deysiz. Keyin boshlaysiz. Agar o'qituvchilar ilm fanga e'tibor beradigan bo'lsa, kerakli mavzularni va konsept tushunchalarni yaxshiroq tushuntira oladi. Shunday qilib o'quvchilar bilimini, dunyoqarashini oshiradi deysiz. Natijada o'quvchilar har xil fanlarni yaxshi o'zlashtiradi. Bu esa ularning ilmiy rivojlanishiga yordam beradi. Bu keyin motivatsiyani ham foydasini aytishingiz mumkin. Agar o'quvchilarga motivatsiya bersa, birinchi topic sentence yozib olamiz lekin, birinchi shot qilib motivation deysiz, service is a powerful catalyst. Motivatsiya katta sabab bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarni deysiz, shaxsiy rivojlanish uchun deysiz. Keyin boshlaymiz. Agar o'qituvchilar motivatsiya bersa o'quvchilarga yoki agar o'quvchilar doimiy motivatsiya olsa deysiz, qattiqroq mehnat qiladi. O'z ustida ishlaydi deysiz. Endi o'z ustida ishlagandan keyin o'quvchilar uyga vazifalarni o'z vaqtida bajaradi deysiz. Motivatsiya oldi. Motivatsiyadan keyin o'z ustida ishlayapti bola. O'z ustida ishlagandan keyin uy vazifalarni o'z vaqtida qilyapti. Darsga zo'r qatnashyapti, misol uchun. Motivatsiya bo'lgandan keyin. Natijada endi darsga zo'r qatnashgandan keyin, uy vazifani qilgandan keyin yana ham yaxshi o'zlashtiradi deysiz. O'rganayotgan darslarda, fanlarda. Shunday qilib o'zin sohasida yaxshi narsalarga erishadi bolalar deysiz. Ko'ryapsizlarmi, guys? Xohlagan narsa foydasi yoki ziyoni haqida yozganingizda, o'zi hamma mavzu, mana bu mavzular ham nimadir foyda ziyoni haqida. Hamma mavzu o'zi nimadir foyda ziyoni haqida, foyda ziyoni haqida yozganda esa domin effektiv. Endi lekin degan joyi bor, lekin hali bu yetarli emas, guys. Agar siz xuddi mana shunday topic sentence, if va as a result mukammal yozib bera olsangiz, mana shu 8lar olsangiz bo'lar raytingda.
Yana bir ikkita o'rtacha gap qo'shib. Lekin buni yana ham rivojlantirishimiz kerak. Qanday qilib yana ham rivojlantiramiz, bilasizmi? Yana o'zbek tiliga e'tibor beringizlar. Yana o'zbek tilidan bitta narsani o'rganamiz. Xuddi boya aytdim, o'zbek tilida xohlagan narsani foyda ziyon haqida gapirsak, kelajakni o'ylaymiz. Misol uchun guys, tomdan sakrashni foyda ziyonni o'ylang. Nima qilasiz? Kelajak o'ylaysiz. Agar tomdan sakrasang, bo'ldi, oyog'ing sinadi. Hech bo'lmaganda. Yo o'ylasan. Bu shuni o'zi aytadi. Demak, tomdan sakrash ziyon. Hech kim tomdan sakramaydi shu uchun. Ko'rdingizmi? Lekin tomdan sakrash foydasi ham bo'lishi mumkin. Agar bir kameraga olib turib tomdan sakrasangiz, bir mashhur ketishingiz mumkin. Mashhur bo'lganingizdan keyin, keyin nimalardir, uni foydasi bo'lishi mumkin. Ko'rdingizmi? Demak, foyda ziyon bo'lsa kelajak haqida o'ylar ekanmiz. Lekin yana ham nimadir foyda ziyon chuqurroq tushuntiraman desangiz, nima qilasiz? Qarang, nima qilamiz? Aytasizki, agar deysiz, mana xuddi IELTSdan 9 olishni foydasini aytdik-ku. Agar 9 olsang, o'sha biliming oshadi, zo'r dars berasan, obro', yaxshi pul topasan, shu deysan keyin, lekin agar 9 olmasang deysiz, o'zgarmasdan qolib ketaverasan deysiz. Xohlagan narsani qarang birinchi, foyda ziyonni. Agar deb if azar-azar bilan tushuntirib bo'lganingizdan keyin, xuddi shuni teskarisi bilan ham tushuntirsangiz bo'ladi. Agar 9 olmasang, lekin salomat deysiz. Mana misol uchun qarangizlar. Badan tarbiya qilishda nima foydasi bor? Exercise. Badan tarbiya qilsang deysiz, sog'lom bo'lasan deysiz. Keyin without exercise, badan tarbiyasiz esa, badan tarbiya qilmasang esa kasal bo'lasan, uzoq yashamaysan deysiz. Ko'rdingizmi? Smoking, chekishda ziyoni haqida tushunasiz. Cheksang deysiz, vagi breathing problems, nafas olishda muammolar, kasal bo'lasan. Without harmful habits of smoking, lekin zararli chekish odati bo'lmasa esa, sog'lom bo'lib turaverasan, nafas olish bu narsalardan muammo bo'lmaydi deysiz. Xohlagan narsani qarang, xoh foydasi, xoh ziyon tushuntirsangiz, birinchi agar mana bunday qilsang bunday, natijada bunday deb tushuntirib bo'lganingizdan keyin yana ham g'oyani rivojlantirish uchun, yana ham chetga tushuntirish uchun shuni teskarisi bilan tushuntirsangiz bo'ladi. Misol uchun yana qarang. Qarangizlar guys, qarangizlar. Misol uchun deylik, tasavvur qiling, video o'yinlarda ziyonini aytyapmiz yosh bolalarga. Video o'yinlar nima ziyoni bor guys? Agar yosh bolalar video o'yin o'ynaversa, deysiz, yaxshi o'qimay qo'yadi. Deysiz, distraction, to'g'rimi? Video o'yin o'ynaversa bolalar chalg'iydi deysiz darsdan. Keyin maktab bormay qo'yadi, tashlab o'tkazib yuboradi. Yana uyga vazifalarni o'tkazib yuboradi, uyga vazifalar qilmaydi. Chunki faqat video o'yin o'ynayapti. Uchun maktab bormaydi, maktabga qiziqmaydi, dars qilmaydi deysiz. Shunday tushuntirib bo'lganingizdan keyin to'xtamaysiz endi. Keyin aytasiz, without addictive video games. Lekin o'ziga qaram qiluvchi video o'yinlar bo'lmasa esa, bolalar video o'yinlar o'ynamasa esa deysiz, bor e'tiborini darsga qaratadi deysiz. Uchun ham yaxshiroq o'sishga erishadi deysiz. Ko'ryapsizlarmi guys? Xohlagan narsani birinchi foydasini agar deb tushuntirganingizdan keyin oxirida without bilan ham yana ham tushuntirib ketsangiz bo'lar ekan. Mana shu task responsdan 8-9 olishimizga yordam beradigan narsa. Xohlagan narsa. Kitob o'qishning foydasi, misol uchun. Mana qarangizlar. Voy yozgan narsa, mana kitob o'qishning foydasi. Agar kitob o'qisak, dunyoqarash kengaytirar ekanmiz, har xil ma'lumot olar ekanmiz, zo'r qaror qilar ekanmiz, Kitob o'qimasakchi. Shuni teskarisini aytasiz endi. Men xuddi hozir aytgan narsangiz teskarisi. Kitob o'qisangiz dedik, dunyoqarash kengayadi, shaxsiy rivojlanish bo'ladi-ku. Endi teskarisi. Kitob o'qimasa deysiz odam bir xil dunyoqarash kengaymasdan bir xil o'zini komfort zonasida qolib ketaveradi. Eski odamga o'rnashib qolgan fikrlar bilan. Odamning bolaligida o'rnashib qolgan bir noto'g'ri fikrlar bo'laki, ichidan jamiyatdan nimadandir o'rnashgan fikrlar. O'sha fikrlar bilan qolib ketaveradi. Uchun ham shaxsiy jihatdan rivojlanmaydi. Mantiqiy fikrlamaydi. Tanqidiy fikrlamaydi deysiz. Without deymiz endi. Without a consistent, misol uchun, consistent habits of reading. Mana izchil kitob o'qish odatisiz esa, consistent, izchil doimiy kitob o'qish odati bo'lmasa esa, individuals, odamlar may find themselves trapped, misol uchun, in their comfort zones. Odamlar comfort zonasida qolib ketadi.
limited by preconceived notions. Preconceived ideas yoki preconceived ideas degan sizga eskidan oldindan o'rnashib qolgan g'oyalar. O'zingiz qaydan kelganligini bilmaysiz. Misol uchun menimcha bu narsa noto'g'ri deyishingiz mumkin, lekin nima ishligini bilmaysiz. Shunchaki odamlar noto'g'ri degani uchun noto'g'ri deysiz xolos. O'sha preconceived notions. Eskidan o'rnashib qolgan g'oyalar bilan qolib ketadi. And ingrained. Ichiga singib ketgan, ingrained singib ketgan degan. Beliefs, fikrlar bilan qolib ketadi odamlar. Which va bu deymiz, which va bu ultimately natijada stifles. Bug'adi, putur yetkazadi ularni critical thinking, tanqidiy fikrlashiga and logical reasoning, mantiqiy fikrlashiga. Ko'ryapsizlarmi guys? Ko'ryapsizlarmi? Xohlagan narsani qarang. Har bir gapda biror bir narsani kelajakka bo'lgan ta'sirini aytish uchun zerbaydan foydalanasiz. Iloji yo'q boshqa. Zerbaydan foydalanib gapni cho'zasiz. Kelajakka ta'sirini aytasiz. Whichdan foydalanasiz. Whichdan foydalanib mana kelajakka ta'sirini aytasiz. Yana mana bu joyda ham zerbaydan foydalanyapti. Tushib qolyapti faqat zerbaydan foydalanasiz. Yana mana bu joyda ham kelajakka ta'sirini aytish uchun whichdan foydalanasiz. Butun paragraf domino effekt. Bitta kichkinagina holatda turib, bu narsa mana bunga olib keladi. Bu narsa keyin bunga olib keladi. Zerbay shunday qilib, bu narsa bunga olib keladi. Natijada mana bu narsa bo'ladi. Bu bunga olib keladi. Which va bu mana bu narsaga olib keladi. Ketdi which thereby leading to har xil. Faqat shu strukturalar. Shuni mukammal o'rganib olsangiz, mavzu muhim emas. Xoh kitob o'qish, xoh chekish, xoh aroq ichish, xoh nima haqida yozsangiz muhim emas. Hatto speaking part 3 da ham shundan foydalanamiz. Speaking part 3 turizmlar haqida gapirsangiz. Turizmda nima foydasi borsa, if countries decide to boost the tourist industry, agar mamlakatlar turizm sohasini rivojlantirsa, they can generate a diversity of employment opportunities. Ular har xil ish imkoniyatlarini yarata oladi. Across various sectors like transportation, manufacturing, hospitality, har xil transportga o'xshagan sohalarda ish imkoniyatlari yaratiladi. Which va bu deyishingiz mumkin, improves living standards. Yashash standartlarini yaxshilaydi. Ko'rdingiz, speaking part 3 da ham shuni ishlatasiz. Xohlagan narsadan foydalanib gapirish uchun, demak, tushuntirib berish uchun domino effect approach. Domino effect approach esa agar nimadir nimalardir, shunday qilib nimalardir, nimalardir, shunday qilib nimalardir, oxirida esa without. Bergan g'oyalaringizni teskarisi bilan yana ham g'oyani tushuntirib berasiz. Agar men kitob o'qisa odam zo'r, mamnun bo'ladi. Without reading. Kitob o'qish bo'lmasa esa odam comfort zonasida qolib ketaveradi. Bagi eski fikrlari bilan ichiga singib o'rnashib qolgan g'oyalar bilan. Bu esa tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlashga putur yetkazadi. Ko'rdingiz? Xuddi shunday. Men bu IELTSdan 9 olishda ham agar IELTSdan 9 olsa odam bunday bo'ladi foydasini tushuntirganingizdan keyin aytishingiz mumkin without a perfect score of band 9 in IELTS. IELTSda o'sha mukammal IELTS 9 ballsiz esa deysiz. Instructors, o'qituvchilar nima qiladi? Yana o'qituvchilar rivojlanmay qolib ketaverishi mumkin deysiz-da. May find themselves stagnating in their personal growth and linguistic progress. Mana til o'rganishdagi rivojlanishi bo'yicha, shaxsiy rivojlanish bo'yicha stagnating. Stagnate degani o'zgarmaslik, bir xil qolib ketish. Xuddi IELTSdan 7 oladi bitta odam, o'zgarmaydi-ku, o'sha 10 yilda ham 7 IELTS bilan qolib ketaveradi. Ya 8 oladi, 8 IELTS bilan qolib ketaveradi. Ingliz tilida bilimini ham oshirmaydi, shaxsiy rivojlanishi ham bo'lmaydi. O'shunday IELTSdan 9 siz deyapmiz, o'qituvchilar mumkin o'sha o'zgarmasdan qolib ketish, shaxsiy rivojlanishda, til bo'yicha rivojlanishda deyapmiz. Xo'p, bunda shunga nima qilibdi? Bu deysizlar, o'sha o'zgarmasdan qolib ketish, ularni dars berishi mahoratiga ham, o'sha teaching skills, dars berish mahoratlariga ham, boshqa jihatlariga ham yomon ta'sir o'tkazadi. Which deyishingiz mumkin affects, ta'sir o'tkazadi. Which negatively affects, which negatively affects, bu yomon ta'sir o'tkazadi. Their teaching skills, ular dars berish mahoratlariga and overall expertise, umumiy ekspertligiga nimasigadir. Ko'rdingizmi? Birinchi demak IELTSdan 9 olish karyerani rivojlantirishni tushuntirdik.
Keyin yana ham shu g'oyani tushuntirish uchun haligi ayol seni to'qqiza olmasa teskarisi o'lib ketadi odam deyapmiz. Ko'rdingizmi? Xuddi shunaqa. Mana yana siz aytishingiz mumkin, guys, yana deylik fast food. Fast foodni ziyonini tushuntirishingiz kerak. Tasavvur qiling. Nima deysiz? Agar deysiz odam fast food iste'mol qilsa, deysiz weight, haddan tashqari ko'p nima? Vazn, fast food ichida kimyoviy qo'shimchalar, kaloriyalar ko'p bo'ladi. Shuning ham odam shunday qilib weight, juda ko'p vazn to'playdi deysiz. Odam haddan tashqari ko'p vazn to'plagandan keyin endi immunitetga ziyon bo'ladi deysiz, ha? Immunitet odamda ketgandan keyin endi kasal bo'ladi deysiz. Surunkali kasalliklar. Kasal bo'lavergandan keyin ko'p yashamaydi o'zi odam deysiz. Hamma misol uchun-da, shunday tushuntirasiz. Keyin oxirida without harmful, without the consumption of. Without dan keyin iloji boricha ot qo'llash kerak. Without the consumption of harmful food products. Zararli ovqatlarda iste'moli bo'lmasa esa, ha? Mana fast food iste'mol qilsangiz yomon ekan, vazn to'plar ekansiz, immunitetga ziyon, kasal bo'lar ekansiz. Lekin o'sha yomon fast foodga o'xshagan mahsulotlar iste'moli siz esa odam deysizlar, chotki sog'lom bo'lgan vaznni saqlab qoladi deysizlar. Keep a healthy weight man. Sog'lom vaznni saqlab qoladi. Ha? Immunitetini asrab qoladi. Shunday qilib kasalliklarga qarshi kurasha oladi. Deb turib, mana bu tepada aytilgan narsalar teskarisini aytasiz. Ko'ringiz, shunda g'oyani mukammal tushuntirib bergan bo'lasiz. Xuddi hozirgi kunda oddiy yosh bolalarga shunday o'zingiz guys, shunday sanab ko'ringizlarda o'zbek tilida xohlasangiz. Birorta bir boladan deylik, o'zi telefon ishlatib, nima qilasam, qo'y telefon ishlatma desangiz. Ha? Tentakmisan deydi. Telefon ishlatmasam bo'lmaydi desa, hozir telefon kerak deydi. Agar shu telefon ishlatsam deydi, misol uchun aytishim mumkin deylik. Telefon ishlatsam, onlayn kurslarga qatnashaman deyish mumkin. Ha? Onlayn kurslarga qatnashsam, o'sha tezroq bilim olaman deyish mumkin. Keyin aytadi, without phones. Telefonlar, kompyuterlarga o'xshagan texnologiyalar bo'lmasa esa, men faqatgina offlayn kursga borishim kerak. Unga qurbim yetmaydi, nimadir deb tushuntirib ketaveray. Yana ham g'oyasi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, birinchi if as a result, keyin without. Lekin e'tibor beringizlar, guys. Bu shunchaki domino effektiv ravishda asosi. Buni qo'llashlaringiz har bitta strukturani shunday qo'llashingiz shart emas. Xohlasangiz strukturani o'zgartirishingiz mumkin. Mana misol uchun if agar deb doim yozmasdan boya aytgan narsam. Once nimadir bo'lishi bilanoq degani-ku. Once people start misol uchun reading books on a regular basis deyish mumkin. Odamlar doimiy tarzda kitob o'qishni boshlashi bilanoq. Once nimadir bo'lishi bilanoq degan. Faqat to'g'ri qo'llash kerak. Once people read books desam xato. Odamlar kitob o'qishi bilanoq bo'lsa xato. Kitob o'qishni boshlashi bilanoq desak to'g'ri. Mana shuni ham once people start reading books, odamlar kitob o'qishni boshlashi bilanoq nima bo'ladi? Ular o'sha har xil narsalar haqida o'rganadi. Shunday qilib dunyoqarashini kengaytirib ketaveradi. Xohlasangiz once dan emas, undan boshqa struktura farqi yo'q. When dan foydalaning. When people read books on a regular basis. Qachonki odamlar doimiy tarzda kitoblar o'qiganda, ular nimadir qila oladi. Xohlasangiz as nimadir bo'lishi bilan degani. As people read books on a regular basis. Odamlar doimiy tarzda kitob o'qishi bilan nimadir qila oladi. Xohlasangiz those who strukturalari ham bor. Nimadir qiladigan odamlar nimadir qiladigan struktura. Misol uchun those who lie desam, yolg'on gapiradigan odamlar always har doim nima qiladi? Hide their true misol uchun ideas nimadir-da. Yolg'on gapiradiganlar har doim asl g'oyalarni yashiradi. Misol tariqasida those who degani nimadir qiladiganlar. Xohlasangiz shundan foydalansangiz bo'ladi. Those who read books on a regular basis. Doimiy tarzda kitoblar o'qiydiganlar, those who nimadir qiladiganlar. Doimiy tarzda kitob o'qiydiganlar nima qila oladi? Can gain valuable insights. Har xil ma'lumotlar ola oladi into different topics and concepts. Har xil tushunchalar, mavzular haqida ma'lumotlar ola oladi. Shunday qilib nima qiladi ma'lumot olgandan keyin? Shunday qilib yana broadening their horizons. Dunyoqarashini kengaytiradi and expanding their knowledge base. Bilim bazasini kengaytiradi. Keyinchi natijadagi ham yana as a result deyishingiz shart emas. Xohlasangiz consequently, xohlasangiz as a consequence, xohlasangiz in this way desangiz bo'ladi. In this way degan shunday qilib
mana bolalar dunyoqarashini kengaytiryapti va shunday qilib dunyoqarashini kengaytirgandan keyin ular nima qila oladi? Ular yoki readers, kitob o'quvchilar can learn, o'rgana oladi how to make informed choices, yaxshi qarorlar qabul qilishni, solve complex problems, murakkab muammolar. Xullas, xuddi shunday ketaveradi. Ko'rdingizmi? It's not about the structures, guys. It's not about words. It's not about the language. It's about understanding. Tushunish muhim. Qayerda nimani qo'llashni bilish muhim. Xohlagan narsani foyda ziyonini kelajak haqida gapirib tushuntirib berish muhim. Struktura yana aytgan narsam. Xohlagan strukturani qo'llasangiz bo'laman shunday. Faqat o'sha bir xil strukturalar o'rganib, faqat shuni qayta-qayta qo'llanish kerak. Mukammal o'rganib olishingiz uchun. Mana bu joyga without o'rniga unless'larni ham qo'llasa bo'ladi, lekin without o'zi yaxshiroq lekin. Withoutdan keyin ot qo'llab, agar nimadir bo'lmasa esa mana bunday bo'ladi. Xuddi mana tasavvur qiling, atom bombalarning ziyoni nima, guys? Atom bombalar ziyoni yoki foydasi nima atom bombalar yo ziyoni? Atom bombalar nuclear arsenal deydi-ku, nuclear bombs. Nuclear bombsning ziyoni, agar mamlakatlar deylik foydasini aytaylik-da. Chunki hozirgacha ziyonni ko'rmaganmiz. Ziyoni endi mabodo nuclear bombni ishlatsa, endi dunyo yo'qoladi, bo'ldi. Tugaydi. Foydasi. Nuclear bomblar dunyoda tinchlik o'rnatishga yordam beradi, atom bombalar. To'g'rimi? Ko'p mamlakatda atom bomba borligi uchun urush qilishga qo'rqgan mamlakatlar. Chunki raqib atom bomba tashlab yuborishi mumkin deydi. Shuning urushni to'xtatib turadi ko'pincha. Mana demak, agar atom bomba ishlab chiqarsa mamlakatlar o'zlarini himoya qila oladi, xohlagan boshqa raqiblardan. Bu esa urush ehtimolligini kamaytiradi. Shunday qilib dunyoda tinchlik bo'lib turadi. Deysiz, misol uchun. Endi keyin without nuclear bombs, atom bombalar bo'lmasa esa mamlakatlar to'g'ridan-to'g'ri urushga kirib ketadi. Shunday qilib dunyoviy tinchlikka putur yetkazadi bu narsa. Ko'rdingizmi? Agar nimadir bo'lsa shunday, keyin bu bo'lmasa esa mana bunday bo'ladi. Deykansizlarda, guys. Menimcha tushundingiz. Menimcha tushundingiz. Chotki tushundingiz, u menimcha. Shu. Endi faqat o'sha whereby, which, without, mana shularga chotki bir ko'proq gap tuzib, buni mukammal qo'llashni o'rganib olishimiz kerak. O'zi men sizlarga bundan keyin tashlaydigan video darslar va uyga vazifalar orqali qanday qilib turib bu narsalarni aktiv qilishlaringiz kerakligini ham ko'rsataman. Shu, lekin shunda xato qilmasangiz, ketgan qilib tashlasak bo'ladi. Shunaqa, guys. Sog' bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar, guys. Boya aytgan narsam, kanalga kirib, guys, iloji boricha katta men kanalimga kirib turib, men yozgan insholar ko'rishlaringiz mumkin. Men kanalda o'sha haqiqiy examda yozgan insholarim bor. Aynan mana shu domain effekti broshdan foydalanib, haqiqiy imtihonda yozgan insholar. Faqat oldinroq men mana bu withoutdan qo'llamas edim, lekin yaqin vaqtlarda yana o'sha X examinerlarga birlikda insho tekshirtirganimda o'zim ham yana bilasizlar, oxirgi bir 5 safarlardan beri rating 8.5 chiqyapti. 9 chiqqan yo'q lekin. Uchun ham qarab eng oxirgi examda aynan withoutni qo'llab chiqqan edim. Task 2 3.9 bo'lgan. Task 2 ancha yaqin kelgan. Grammarlar, o'sha task response, coherence cohesionlar 9. Uchun ham hozir endi sekin-sekin o'sha withoutdan qo'llashni boshlayman. Bundan tashqari ham hali sizlarga qo'shimcha bu uslubda davomi ham bor. Bundan tashqari ham kerakli narsalardan foydalanishni o'rganamiz, lekin asosi shu. Agar mana shu if as a result withoutni mukammal qo'llashni o'rgansangiz ham, shuni o'zi 8.5, 8lik imtiyozga yetadi, aniq. Shunaqa, guys. Sog' bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar, deydi-ku.